Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Anchadan beri ko'rishmayotgandik. Hammalarga choraylarga Alloh baraka bersin. Hozir bitta xonadonga keldim. Desam, qanaqa jarayon. Xonajinimiz birinchi qoringa. İstesanglar, o'sha xonajinni men o'zimni Simental buqamga bolasi deb aytdim. O'sha birinchi tug'ish ekan mana. Jonivar yotgandan endi cho'chib ketib boladan turib oldi. Hozir to'dirish kontentini ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Egasi endi baribir qo'liq qilishyapti, boshqa qilishyapti. Xudo xolasa to'dirish kontentini ko'rsatamiz hozir. Egasidan iltimos qilamiz. To'dirish kontentini aniq qilamiz, video qilamiz. Kaltaroq bog'laylik daraxtga. Maşallah. Ustalardan jonivar ko'rsatamiz, maşallah. Aninga bog'lolmaysiz. Aninga olsin. Bularni ayaqa ichkariga olib kirsin. Ya bo'ladi. O'tib ketmasa bo'ladi. Abror aka keling bo'ldi, kerak emas hech narsa. Yo'q. Bitta latta bersangiz bo'ladi. Oyog'ini ushashga. Kuchanganda tortasiz. Ushab tursiz. Kallasi anaqa qilganmi? Kallasi endi chiqadi. Alloh yo bilan ketdi, orqadan aytganda qo'rqsiz. To'dirib olish kerak. Old bilan kelsa ham ko'pincha suv yutib qo'yishadi ma'lum. O'shancha saqlaydish. Kichkinalik otdim. Kichkinalik qilyapti, mol kuchamayapti. Tilini qara. Dumni qo'ying, hozir yurib ketib qoladi. Ana so'sinlar bro. Yo'q, kuchamayapti, kuchansin. Chiqib ketadi. Tilimi manmi? Jarayapti. Videoga olsak, yaxshilab oling. Yo'q. Mana kuchog'. Boshga. Tortchimi yoki? Bitta kuchansin. Chiqib ketadi. Kuchanmayapti, jon. Va videoni o'chirib tortish olaman.